Türkiye'de zor yer tevreş afeti bolup, nurgun kişi ölüp yaralangandan keyin Devlet Reisi Erdoğan 7 günlük matem ilan kıldı. 6 fevral Düşenbe günü Türkiye'nin şarkı janubidagi Kahramanmaraş viloyatida bir kunda 2 qitim 7 baldan cho'ng yer tevirdi. Yer tevreş etrafidagi 10dan ko'p viloyatga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, Gaziantep, Xatay, Diyarbakır, Malatya va Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan Qaysir qatorliq shaharlarda 6 balning ustida tevreş yuz berdi. Birinchi qitimliq tevreş sahar soat 4 dan 17 minut o'tganda Kahramanmaraşning Pazarcık nahiyasida yuz bergan bo'lib, tevreş darajasi 7,7 bal ekan. İkinci qitimliq qattiq tevreş saat 1 dan 24 da Kahramanmaraşning Elbistan nahiyasida yuz bergan bo'lib, tevreş darajasi 7,6 bal bo'lgan. Eng yangi sonliq ma'lumotlarga qaraganda, o'lganlar soni 3 mingdan oshgan, 15 mingdan ortiq kishi yaralangan. Sharq Turkiston Madaniyat va Ushur markazining raisi Abjil Qarqash bu vaqtda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Turkiyaning Kahramanmaraş shahrida yuz bergan va nurg'un shaharlarda binolarning yiqilishiga sabab bo'lgan cho'ng yer tevresh ofati hammamizni cho'nqur qayg'uga soldi. Biz Türk xalqi bilan milliy va diniy beg'imiz bor bo'lgan qarindosh Uyg'urlar bo'lish sifatimiz bilan Turkiya davlati va xalqiga cho'nqur qayg'imizni, ta'ziyamizni bildiramiz va yaxshi tilaklarimizni tilaymiz. Turkiya davlati va xalqining bu ofatni eng oz ziyon bilan yengishiga tilakdoshlik bildiramiz. 1997 yılı 2. ayının 5. günü Şərq Türkistan'ın Gulji şəhərində yüz bergan qırğınçılıqның 26 yıllık münasibeti bilan Uyghur Akademiyası Fondi, Şərq Türkistan Tədqiqat Fondi Cəmiyyəti və Dünya Uyghur Qurultayı Fondi Ankara'dakı Atatürk abidəsi aldığı axbarat elan qıldı. Fəaliyyətə siyasiyonlar, ammavi təşkilatlarının vəkilləri, akademiklar və fəaliyyətçilər olub nurg'un kishi qatnaşdı. Axbarat e'lon qilingandan keyin partiya parlament a'zosi yo'q so'z qildi. Uningdan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar har xil xotirlash faoliyatlarini o'tkazdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Kanada hukumatining 10 ming Uyg'urga panohlik berish qaroriga norozilik bildirdi. Xabar qilinishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning bu vaqtda so'ralgan savolga javob berib, navbatda Xinjiangdagi jamiyat bexatar va muqim holda taraqqiy qilmoqda. Xalq tinch va xotirjamlik ichida yashab xizmat qilyapti. Har millat xalqining kishilik huquqi kafolat qilish masalasi uzluksiz yaxshilanmoqda. Biz Kanada tarafining haqiqatga hurmat qilishini, Xinjiang munosabatli masalalarda yozma g'araz bilan siyosat qilishni to'xtatishni, yolg'on uchur tarqatish va ommani ozdirishni to'xtatishni talab qilamiz deb bildirgan. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikada josuslik qilishga urinishning Xitoy qildigan bir ish ekanligini aytdi. Biden shar voqeasi Amerika Xitoy munosabatini ojizlashturdimi degan savolga javob berib mundaq dedi. Yo'q, biz Xitoyga nima ish qildiganligimizni aniq o'tirib qo'ydik. Ular bizning maydonimizni tushunadi. Biz chekinmaymiz. Biz to'g'ri ish qildik. Ojizlash va kuchaytirish yo'q, faqat haqiqat bor. Türkiye'nin şarkı janubida ig'ir yer tevresh yuz bergandan keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi va Ko'kay insoniy yordam jamiyati jiddiy yordam guruhi tashkillab, ofat eng ig'ir bo'lgan Kahramanmaraş qarab yo'lga chiqqan. Undan boshqa ofat rayonidagi Uyg'ur o'quvchilar va oilalar bilan aloqalashish, izlariki yo'qlarni jiddiy izlash davomlashmoqda ekan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon ofatga yordam berish safarbarligi e'lon qilganligini bildirdi.